Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umra ziyorati bo'yicha batafsil ma'lumot berib ketamiz. Biz umra ziyorati bo'yicha qiziqtiradigan bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Xo'p, like bilan podpiska ezib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursangiz, sizlarga yangiliklar bo'yicha, umra ziyorati bo'yicha sizga batafsilroq yangicha kontent qilib chiqqanmiz, xudo xolasa. Xo'p, bizda hozirda umra ziyorati bo'yicha 6 ta viloyatdan premium reyslarimiz bor. Birinchi reyslar haqida ma'lumot berib ketsam, hop, Samarqanddan, Toshkentdan, Termizdan, Farg'ona, Andijon, Namangandan premium reyslarimiz bor. Reyslarimiz faqat bordi-keldi biletlari bilan bo'ladi. Yana ko'pchilik yana telefon qilib so'raydigan savollarni ham boshlab ketaveramiz. Hop, erta necha kun bo'ladi? Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka mukarramada 11 kecha urinadi. Reysimiz davomiyligi 14 kun bo'ladi. Xo'p, 14 kun ichida nimalar kiritiladi ichiga? Madina Munavvarada 2 mahal obed va kechki ovqatlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zi milliy taomlari. Xo'p, yana batafsilroq ma'lumot beradigan bo'lsak, 14 kunlik paketimizga bordi-keldi biletlari, oziq-ovqatlari, transport xizmatlari, malakali ellikboshlari, aravacha xizmatlari, doktor xizmatlari, viza xizmatlari, 14 kun davomida 50 boshimiz 14 kun davomida 11 dan oshiq ziyoratlari, sayohatlari, qo'shimcha Qizil dengiz sayohatlari ham qo'shib beriladi. Xo'p, firmamiz tomonidan kamzil, so'mka, laga tushirilgan bejik beriladi. Qaytib kelishlaringga 5 litrli zamzam suvi beriladi. Bu biz firmamiz tomonidan berilgan narsalarimiz. Xo'p, ziyoratlarimizga qisqacha keladigan bo'lsak, Madina Munavvaraga. Xo'p, ziyorat bo'lgandan keyin birinchi narx-navosdan aytib ketay. Ko'pchilik faqat narx-navos qiziqtiryapti, hozirgi kunda. Endi bo'ladigan narsasi. Keyin nimaga aynan narx-navosi, keyin nimaga narx-navosi haqida, keyin aytdik ma'lumotlar haqida qisqacha batafsil ma'lumot berib ketaman. Faqat oxirigacha eshitsangiz, men nimaga shama qilib ketayotganimni batafsil tushuntirib ketaman bir boshdan. Xo'p, narx-navolarimiz hozirgi kunda Toshkentdan primoy reyslarimiz $1000 bo'lyapti. Bo'lishi. Bu faqat bo'lish narxlari. Vodiydan $1050 dan. Samarqandniki $1100 chiqyapti. Samarqandniki sal qimmatroq chiqyapti. Termizdan ham $1050 dan narxlar qilib beryapmiz. Bordi-keldi biletlari sanab o'tganimizdek 11 dan oshiq ziyorat sayohatlari, mehmonxona, oziq-ovqat, transport, malakali ellikboshlari. Xo'p, bizda erta ellikboshlarimiz billa borib, billa keladi. 14 kun davomida xizmatlayinda bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvaraga birinchi Madina Munavvaraga boriladi. Madina Munavvaraga borganimizda malakali ellikboshi nimaga zarur ekanligini aynan ashdan tushuntirib ketishni boshlayman. Xo'p, umra. O'zi umra nima degani? Hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Shuncha umraga boraman deyapmiz, yuragimiz talpinyapti, oshiqyapti. Bekorga YouTube'ga yomon ishlayotganlarga umra degan qidirish tugmasini ezib, qidirib bizni ko'rmayapsiz. Xo'p, umra so'zi o'zbek tilida ibodat degan ma'noni anglatadigan bo'lsa, xo'p, umra musulmonlar uchun hayotida alohida o'ringa ega. Hadis shariflarda ham kelingan, Qur'on Karimda ham yozilganda, Baqara surasidek 169-oyatda ham yozilganda, haj va umra Alloh uchun mukammal ado eting deb ketilgan. Nimaga? Aynan haj va umrani Alloh uchun mukammal ado eting. Xo'p, hozirgi kunda umra ziyorati shunchalik keng bo'lib ketdiki, yurtboshimiz tomonidan shu darajada yo'llar ochib berilib, bekorga yurtboshimiz ham, diniy qo'mitamiz ham litsenziyani bekorga qo'yib qo'ymaydi. Litsenziyani ham videoga oldida bekorga qo'yib qo'ymaydi. Nimaga? Bu litsenziya $1 million tikilib, depozit qo'yilmadi bekorga. Nimaga depozit qo'yildi? Uni ham o'zlaring bilasizlar, ishtirok ko'rgan bo'lsalaring. Bu bordi-keldi bilet olingani. Aytdik, sizlar borganlaringdagi mukammal aytib o'tyapmiz-ku, mukammal umra amallarni ado etishlaring uchun olib qo'yilgan narsa. Bu davlat tomonidan muhofaza qilib qo'yilgan sizlar degani. Biz umrani tashkillashtiryapmiz, sizdan faqat ibodat qilish. Malakalik 50 boshlarimiz Madina Munavvaraga borganlaringda 2 kecha 3 kunduz davomida Madina Munavvarada. Xo'p, Madina Munavvaraga borganlaringda, birinchi borganda hamma mehmonxonaga joylashadi. Mehmonxonamiz 50 metrdan 300 metr oraliqda mehmonxona bo'ladi. Ozon chaqirsa bemalol piyoda kirib chiqadigan darajada yaqin mehmonxona turadi.
Birinchi o'sha Madinaga borib, mehmonxonaga joylashtirib, sumkalarni tashlab, resepsiyonga tushinglar deydi elboshimiz. Tushganligida birinchi aytadigan gap bo'ladiki, biz qayerda turganimizni unutmaylik. Bu yerda bizni payg'ambarimiz, rasulimiz Muhammad payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamlar yerda yotibdilar. Biz hozir birinchi kirib salomlarimizni yo'llaymiz deb kiriladi. Yana ashta gapimga quloq solib tursalaring, Madina Munavvarada Masjidul Nabaviyga kirayotganda shoshmasdan birinchi 10 oyoq bilan bosib, bismillah aytib, payg'ambarimiz oldiga kirib ketayotganda salom aytishdi. O'sha Madina Munavvarada ko'k gumbaz ko'ringanda o'zi elboshlarimiz to'xtatib, ko'k gumbazda payg'ambarimiz ravzalari joylashgan, salom bergani kiramiz deb hammaga ta'kidlab, salom berganda ham qonun qoidasi. Keyin ketayotgan odamlar uchun oldindan tayyorgarlik ko'rib olishni maslahat beraman, chunki etga borganda har bir qadamlaringda duolar ijobat. Chunki yerda Habibimiz, payg'ambarimiz oldilarida Masjid Nabaviyda qilayotgan har bitta duolarimiz ijobat bo'ladi. Xuddi o'sha yerga o'ganda har bitta duolarimizni, ijobatimizni, vaqtimizni qizg'anib, yerda har bitta bir rakat o'qilgan namoz 100 ming 10 ming, Madina Munavvarada 10 ming, Makka mukarramada 100 ming rakat o'qilgan namozga teng deyilgan har bitta bir rakat namozimiz. O'shanda har bitta vaqtimizni tejab, Madina Munavvarada o'sha 2 kun bo'ladigan bo'lsak, yerda payg'ambarimiz salom bergan kirganda salom berib tavozi bilan, ovozimiz past ovozda, yerda yurganda ham odob axloq bilan har bitta ishlarimizni yig'ishtirib berib, ko'pchilik borganda bitta hozir nima deydi? Hali ulamolarimiz aytgandek, ko'p bo'lib, yonimizda ko'payib ketsa, o'sha narsaga yetish oson bo'lib qolsa, qadrsizlanib ketadi deydi-ku. O'shanday qadrsizlanib ketmasin. Nimaga ketganimizni, nimaga borganimizni unutmasdan ibodat qilishga ko'proq vaqtimizni ajratishimizni, o'sha Madina Munavvarada payg'ambar salom bergandan tashqari ziyoratlarimiz bor. Ziyoratlarimizda Qubo masjidi, Ikki qibla masjidi, Uhud tog'i, Kamonchilar tepaligi, Xurmo bog'iga, undan tashqari Abu Bakr Siddiq, Umar roziyallohu Ali roziyallohu anhularning masjidlari bor. Yerda elboshimiz Masjid Nabaviyani mukammal darajada aylantirib, tushunchalar berib, har bitta odamni aytadi. Xudo xolasa nasib qilsa, Xudo xolasa bandani tayyorgarlik ko'ramiz Ravza-i Sharifga. Ravza-i Sharifga olib kirib chiqib, 2 rakat namozda Xudo xolasa yerda o'qitamiz. Ravzaga kirganda ham eng birinchi ishimiz nima qilishdan bo'ladi? O'sha ehtirom bilan bir-birimizga, yonimizda odamlarga ozor berib qo'ymasdan, iloji boricha nafl namoz o'qib, duo qilganda ham duolarimizni qilib, keyin bizda nima bo'ladi? Ko'pchilik ketayotganimizda qarindosh urug'lar bilan xayrlashib, ketayotganimizda salomlarimizni yetkazib qo'ying deyshadi. Men salomni qanday yetkazish deganda, falonchini o'g'li falonchidan sizga salomlar bo'lsin deb aytadigan bo'lsa, endi ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik nomidan endi ism familiyalar hammasi esingizda qolmasligi mumkin. Men orqali ummatlaringiz kimki sizga salom yo'llagan bo'lsa, salomlarimiz bo'lsin deb salom yetkazishlari mumkin. Salom eshigidan kirib salom berayotganlaringda. Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz ziyoratlaringni, keyin sayohatlarni tugatib bo'lgandan keyin yana bitta qolib ketibdi. Qur'on zavodiga kirganimizda, Qur'on zavodi ham juma kuni dam kuni bo'ladi. Dam kunidan tashqari Qur'on zavodiga olib bittadan Qur'on hadya olib beriladi. Bu ham firmamiz tomonidan beriladi. Xo'p, 2 kecha 3 kunduz ibodat tugatgandan keyin elboshimiz chaqirib ehromga o'rash. Ya'ni oldimizda ehrom o'tiribdi. Ehromni qanday o'rash, ehromga kirish masalasi bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berib, ehromga kirishni nima qilishadi. Xo'p, yana qaysidir sabablar bilan bo'lib, kimdir Madina Munavvarada ravzaga kirolmay qolgan bo'lsa, ya'ni kasalchilik bo'lib qolsa, yo bemorchilik bo'lib kirolmay qolsa, umramga putur yetarmikin, yo nimadir umramga kamchilik bo'lib qoldimikin degan savollar berishadi ko'pchilik. Yo'q. Ravzaga kirishimiz, erta 2 rakat namoz o'qishimiz umramizga putur yetkazmaydi. Umramiz miqot bo'ladi. Miqotdan kirib, niyat qilib chiqib, asosan Makka mukarramada bo'ladi. O'sha yerda umra ibodatlarimiz boshlanadi. Umra ibodatlarimizda Madina Munavvarada ziyorat sayohatlarimizni tugatib bo'lganimizdan keyin labbaykani aytib, ehromga kirib, ehrom kiritganda ham o'sha elboshlarimiz batafsil ma'lumot beradi. O'sha ehromga kirish qonun qoidalari bo'yicha mukammal o'rganib olsalaring, hozirdan o'rganib YouTube'ga yozsalaring ham qana ehromga kirish, duolari, yerda nima qilish kerakligini hammasini o'rganib olsalaring bo'laveradi. Erta elboshlarimizni o'rgatishib, labbaykani aytib, avtobusdan
Makka Mukarramaga yo'l olamiz. Makka Mukarramaga mehmonxonalarimiz 900 metrdan 1,5 kilometrga joylashgan mehmonxonalarimiz bo'ladi. Piyoda kiraman desangiz 10 daqiqalik, avtobusda 5 daqiqalik, 24 soat avtobus xizmati bo'ladi. Xo'p, Ellikboshimiz labbaykani aytib borib, Makka Mukarramada umra amallarini bajartirib, umra amallarini ham bajarganda o'sha labbaykadan boshlab umrani sochingizni oldirib bo'lguningizcha umrada bo'lasiz. O'shanda hushyor bo'lib, Ellikboshimiz aytganini qilib, umralarni to'kis-tuyus joylab olasizlar. Shundan keyin mehmonxonaga joylashib, oziq-ovqatlanib, 2 kun dam olgandan keyin Makka Mukarrama bo'ylab ziyoratlarimiz tashkil etiladi. Makka Mukarrama ziyoratlarimizning asosiy narsalari Arafat maydoni, Muzdalifa maydoni, Mino vodiysi, Maqom Ismoil, Jamorot, Savr tog'i, Nur tog'i, Jannatul Mualla qabristoni, Jin masjidi, Makka tarixi. Makka tarixidan keyin o'sha Abu Qosim, Safo Marva, Arafat, Nur, Savr tog'lari, keyin shunga o'xshagan joylarimizga malakali Ellikboshlarimiz batafsil ma'lumotlar berib, sayohat ziyoratlarimizni olib chiqib, mukammal ziyoratlarimizni qildirishadi. Undan tashqari Ellikboshlarimiz Masjid Haromni tanishtirishi bo'ladi. Qayerdan avtobusga chiqib, qayerdan kirishlaring, qayerdan ibodat qilishlaringgacha o'rgatishib, Xudo xolasa 14 kun davomida xizmatlaydi bo'ladi. Keyin xohlovchilar uchun Qizil dengiz sayohati uyushtirib berilgan. Qizil dengiz sayohatimizda xohlovchilar uchun kimdir borman desa, Masjidil Haromda bemalol ibodatni qilishi mumkin. U majburiy emas. Boraman deganlar uchun bir kunni belgilab berib, soat aytiladi, o'shanga to'planib, bu ham firmamiz ichida. Sizlardan pul to'lov qilasizlar degan narsa yo'q, to'lovlar yo'q. Hammasi firmani ichida bo'ladi. Ellikboshimiz borib, umra amallarini bajartirib, o'sha Qizil dengiz sayohatiga olib chiqib, sayohatlarni qildirib, yana olib kelib berib, 14 kun davomida ibodat qilishlarni qana bo'lsa o'shani qildirib, keyin undan tashqari yana kimlardir umra badali qilaman desa, unga avtobuslar tashkillashtirib berishadi. Ularga avtobusga pul to'laysiz, Ellikboshi umra badallarini qayta yana qildirib beradi, Xudo xolasa. Qaytib kelishlaring sanasi, masalan 14 kun davomida 14 kun shunga qaytib kelayotganlaringda 5 litr zamzam suvi olib berib, aeroportdan Ellikboshimiz kuzatib beradi. Bu firmamiz beradigan narsalarimiz. Bizda hozir standart paketimizda qisqacha bo'ladigan narsalari shu bo'ladi. Yana mukammalroq tushunmoqchi bo'lsalaring, ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqsalaring, sizlarga yana mukammal tushuntirib berishadi operatorlarimiz. Bizda kamchilik, nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz, chunki biz baribir qorakalarimizchalik, Ellikboshlarimizchalik bizda ilmimiz yo'q uchun biz o'zimiz tushunganimizcha sizlarga aytib beryapmiz. Endi bunda nimaga faqat reklama qilib, har doimgidek narx-navoda aytibdi, sharoitni aytibdi, bizdan ketinglar, bizning sharoitimiz shunaqa, bizning narx arzon, narxlar tushib ketdi demasdan sal boshqacharoq oldim. Erta tushunchalar berish uchun o'zi gapim nihoyatda ko'p edi. O'ylagan, va'da rejalashtirgan gaplarim, lekin bu yerda kamera ortida turganda ancha gaplarimiz ham yo'qolib qolib, yetkazib olishimiz ham qiyin bo'lar ekan. Xudo xolasa bizda birinchi ochiribda ketishingizdan, bizni firmani tanlashingizdan, aynan bizdan ketish uchun eng birinchi sabab litsenziyamiz. Litsenziya bor. Litsenziya bor bo'lgandan keyin iloji yo'q, bir taraf bilet olmaymiz. Sizga 13 kundan 20 kungacha qolib ketasiz degan narsa bo'lmaydi. 14 kunlik deganimizdan keyin 14 kunda bordi keldingiz aniq. Tuman yo yomg'ir ob-havo tufayli 3-4 soatga zadeshka bo'lsa bo'lishi mumkin. Endi qishga kiryapmiz, kuzga o'tganda. Undan tashqari zadeshka bo'lmaydi, Xudo xolasa. Xo'p, 14 kun davomida bizni firmamizni tanlashingizdan naqasi Ellikbosh billa borib, billa keladi. Bordi keldi, bilet bo'ladi. Aytilgan mehmonxona, aytilgan gostinitsalar, Madina Munawvarada ham, Makka Mukarramada ham ashi mehmonxonalar bo'ladi. Aytilgan oziq-ovqatlari, transport xizmatlari, Ellikbosh xizmatlari, doktor xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. Yana meni haliginda hayratda qoldirgan narsa bo'lib qoldiki, telefonni qolishda shunaqa, misol kassamiz hozir $1000 bo'lgan bo'lsa, $1000 pulimiz bor-ku, yerda ishlatgani pulimiz qolmay qolar ekan. Operatorlar, xo'p, pul masalasiga keladigan bo'lsak, yerda sizga nimaga pul ishlashi mumkin? Xo'p, yerda sizga uyingizga sovg'a solom olaman desangiz, umra badal qilaman desangiz, shunga pul ishlashi mumkin xolos. Undan qolgan hamma xizmatlari, oziq-ovqatlari, transport xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. Keyin avtobusimizga chiqmasdan taksida yuraman desangiz, taksida ishlashi mumkin. O'sha 24 soat haramga bepul avtobusimiz qo'yganmiz. Bemalol avtobusdan foydalanib, haramga borib ibodat qilishingiz mumkin. Yana ko'pchilikni meni borganimda o'zim hayratga soldirgani, o'zim hozirgacha
ko'pchilik aytib turgan narsasi, bir xilgilar borganda vaqtini unumli foydalanmasdan, oddiy hozir aytib o'tganimdek, Masjidul Haramda, Masjid Nabaviyda bir rakat o'qilgan namoz 100 ming bo'lsa, Masjid Nabaviyda bir rakat o'qilgan 10 ming rakat namozga savob teng bo'lsa, nimaga vaqtimizni qizg'anamiz? Mehmonxonada o'tkazib yuboramiz, uxlaymiz. 14 kun davomida bir kunda 2 soatdan uxlasiz yetadi. Nima qilasiz uxlab vaqtingizni o'tkazib? Ibodatga borib keling, ibodat qiling, qachon yana nasib qiladimi, qilmaydimi? Xo'p, shu kunlarga yetishimiz oson bo'lmadi. Ota-bobolarimizni eslang. Yig'lab o'tishmadimi? Rasmlardagi termilib. Ko'zlari bilan ko'rishdimi? Xo'p, ularni qo'ying mayli. O'tib ketishdi endi mayli, xo'p. Hozir yonimizga qarang. Ro'parangizda tanishingiz, misol, qo'ni-qo'shningiz, puli bor, hamma yo'g'i bor, sharoiti bor. Menda yurgan kamida 2-3 ta markasi bor. Umraga borish uchun pul basda nasib qilgan odam bo'ladi-da. Alloh chaqirgan odam bo'ladi. Shunisini duo qilib so'raylikki, puldan so'ramang, duo qilib so'raylikki, nasib qilsin, Xudoyim bizni ham chaqiring. Borib ibodat qilib olaylik. Shunda puldorlar turibdi, hali ham borgani yo'q misol. Puli yo'q odamni ko'rdim. Puli yo'q, o'zi zo'ra kun kechiryapti, lekin umraga borib keling. Xudo nasib qilyapti-da, chaqiryapti. Chaqirib bo'lsa, g'oyibidan berib yetkazib beradi. Sizda hozir niyat qilib to'plab turgan pulingiz bor. Niyat qilib qo'ydingizmi? Telefon qiling. Sentyabr niyat qilsangiz, oktyabr telefon qiling. Telefon qilib turib, "Men sanaga xolos ketaman. Necha pul qilib berasan?" "Mana shuncha qilib beramiz, sharoitlarimiz mo'l." Xo'p bo'ladi. Arzoni bilan qimmati sifatli tanlab oling. Chunki arzonda kelsiz, mashaqqatingiz ko'payib ketadi, mehmonxonangiz, oziq-ovqatlaringiz, erta vaqtingiz asosan ketib qoladi. Kech qolsam ovqatim qolmay qoladi mehmonxonada. Avtobus kutish 2 soat kutib olaman. Mehmonxonam uzoq, sharoitlarim taqadi. Vaqt $50 farqi bilan erta vaqtingizni yutasiz. Masalan, 700-800 pul to'plab kelgansiz, niyat qilib turib, oktyabr yoki sentyabrga joy bron qiling, o'sha kunga Xudoim yetkazmasa, o'sha pulingizni niyat qilib ber tashab, joyingiz bron qilib qo'ying, qayerdan kelib qolganini qolasiz. Niyat qilib 10 ming deb keting, eshitdi? Ketaman Xudo xolasi, nasib qilsa boraman bu yil deng. Niyatga bog'liq hamma narsamiz. Oddiy ishimiz bo'yicha ham nimadir niyat qilib orzu qilgan bo'lsak, Xudoim bermadimi, o'ylang. Biz hozir qayerga boramiz deyapmiz. Aynalgan damoyan kurortga ketyapmiz demayapmiz biz hozir. Ibodat qilgan ketyapmiz. Mashaqqati bilan o'zgarishi. 5 yulduzli gostitsasiga ketsangiz ham, soat binosida eng premium hozir shu umra ziyorati bo'yicha paketlarimiz 5 xil paketimiz bo'ladigan bo'lsa, eng standartda keting. Xo'p. Standart plus, comfort, premium, lyuks paketlarda ketmaysiz ham. Eng lyuksda ketsangiz ham mashaqqat beraman desa, doim umra, haj safari, umra safari mashaqqatdan iborat. Iloji yo'q, Xudoyim baribir sinov beradi, kimgadir nimadirdan sinov beradi, ichcha mashaqqat qiynalish bo'ladi. Lekin Xudoga shukr, Xudoyimiz shunchalik keng qilib, hamma sharoitlarimiz qilib beribdi. Oldindan mehmonlarimiz bron bo'lgan bo'lsa, uyimizda yo'q sharoit sharoitlari bor, ibodatlari bor, 50 boshlari bor, doktordan tortib, oziq-ovqatingizgacha pishirib tayyor qilib turishgan bo'lsa, ibodatni maza qilib keling. Hozir bormaysiz, qachon borasiz? Aytingchi. Xo'p. Ne hisoblaysiz, rejalashtirib qo'ygan ishlaring bo'lsa, 1 yillik, 2 yillik rejalarimiz taklanib yotibdi. Ertaga bormizmi, yo'qmi? Xo'p, ertani qo'ying, hozir. Nafasni oldim, chiqaralamanmi deng. Doim nasib qilsin hammamizga borib kelish iloji. Shunga qanaqadir kamchilik, nuqson yoki qattiqroq gapirib o'rgan bo'lsam, men bor uzr so'rayman. Ko'pchilikni erta telefonda javob bera olmasdan qilib turganimizdek, telefon qilib turib, sharoitni tushuntirib beraman desa, xabar narxi necha bo'ldi qiziqtiryapti. Narxi misol $1000 sharoitni desangiz, "Ya bu to'g'ri kelmaydi, qimmat. Bo'ldi, menga $900 deyapti." Xo'p, $900 sharoiti boshqadir, uning sharoiti boshqadir. O sharoit $900 ko'taradigan bo'lsa, bilingchi, balki bunda ham o'sha sharoiti bordir. Bizda ham ekonom paket bor, standart, komfort, premium, hamma paketdan bor. Keyin birinchi очередda misol men o'zim ketayotgan bo'lsam, xo'p, ekonomda ham chidab borib kelaveraman. Xudoyim shuni
Menga peshonamga yozgan ekan, borib qilib kelaman-da, puldan tejab borib kelishim mumkin. Uyga sog'lom olaman. Ota-onamiz ketadigan bo'lsa, ota-onamizni eng bo'lmasa standart paketda, yaxshi paketda jo'nataylik. Borib erta faqat mashaqqat, ibodat bo'lsin. Bizda nimasi bor? Shu borganimizda, kelganimizdan keyin birinchi o'ylaydigan narsamiz umraga borib kelganimizdan keyin ehson qilishimiz kerak, обязательно qo'y so'yishimiz kerak yoki mahallaga katta osh berishimiz kerak. Bo'lsam bo'lmaydi, bo'lsam umramiz qabul bo'lmaydi. Yo'q, xudo xolasa aytib o'tilganimizdek, paketlarimizda bemalol telefon qilib, joylarni bron qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.